9-sinf bola. 6 million oylik. Plus bonuslari bilan 12 million, 11 million oylik oladi. Endi o'zimiz bir-birimizga savol beraylik. Biz 9-sinfda nechta pul topganmiz? Bu yetkililar, men 9-sinfda 100 rublga ishlaganman. 100 rubl bir kuniga 100 rubl. U degani oyiga 3000 rubl degani. Komandaga qanday qo'shilsa bo'ladi edit komandaga deyapti-da. Shahzod, mana nima deysiz? Mana siz o'zingiz kuratorsiz ular ustidan. Shu akkaunt ochish kerak. Eshiklar nima uchun? Bitta akkaunt ochilishi kerak. Rasm Raisboydek обязательно bo'lishi kerak. Описаниеda Telegram kanallarimiz bu narsa kreativniy narsa yozib qo'yish kerak Raisboy haqida. Xo'p, lishniy birovlarning narsasini qo'yib, Raisboyda aralashtirib, bunaqa narsalar kerak emas. Faqat Raisboy bo'lishi kerak bo'ldi. Edit qilish. Xo'p, kачественный edit 1 million axlatga уже oylikka kirgan bo'lasizlar. 1 million axlat yig'asizlar, bu yangi akkaunt ochib. Уже bo'ldi. Akaga kirasizlar, oylikdasizlar. Darshi bo'lish ketaveradi. 10 ga bo'lsanglar oyliklar oshadi. 5 ga ham oyliklar oshgan bo'lgan. Mana shu 100 ga bo'lsalar, вообще pizdiz ular. Yaqin tomosha qilasizlar.